Nega nam soch bilan uxlash tavsiya etilmaydi, hatto iliq oylarda ham? Mikroorganizmlar xavfi issiq va nam muhit bakteriya va zamburug'larning tez ko'payishiga yordam beradi. Bu bosh terisida tirnash xususiyati va turli infeksiyalar xavfini oshiradi. Namlikning uzoq bug'lanishi bosh terisining mahalliy sovuq qolishiga va immun himoyaning pasayishiga olib kelishi mumkin. Soch va bosh terisi muammolari. Nam sochlar yostiqqa ishqalanishdan tezroq mo'rtlashadi. Bosh terisi esa sezgir bo'lib qoladi. Bu holat kepik va seboriya kabi muammolarni kuchaytirishi mumkin. Farq shundaki, sovuq mavsumdagidek sovuq urishi xavfi iliq oylarda kamroq bo'ladi, lekin gigiyena va soch sog'ligi uchun bu odatdan baribir saqlangan ma'qul. Salomatlik va strategik rivojlanish instituti ijtimoiy tarmoqlariga obuna bo'ling.